Eshitaman. Aziz, Umid kelyapsan? voy, olgan dastlabkamni hammasini suvga oqizib yubordim. Nimalar deyapsan? Sen chinnimisan? Bilasanmi u qancha pul bo'lardi? Agar hozir dastavkani egasi bilib qolsa, seni sog'ib qo'ymaydi Umid. Voy, menga qara. Men bitta shuni deb butun hayotimni qamoqda o'tkazishni xohlamayman. Tushunsanchi Aziz, bu narsa qancha yoshlarning hayotiga zomin bo'lyapti. Meni vijdonim qiynalyapti Aziz. Bu haqida bu yo'lga kirmay turib o'ylash kerak edi. Hozir endi bor molni yo'q qilib, mazza qilib, tinch yashayman deb o'ylayapsan. Endi menga baribir. Men hozir ichki ishlarga ketyapman. Ular meni himoya qilishadi. Umid, ahmoqlik qilma. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Gel yiğidiz lan. Va? Navbatdagi qotillik. Oddiy kuryer pichoqlab ketilgan. Lekin bu yerda qanday mantiq bor? O'rtamiyona oddiy odam, ortiqcha boyligi yo'q. Qiladigan ishi esa u manzildan bu manzilga posilka tashish. Qolaversa, kuryerlikka ham yaqinda kelgan. Balki biror narkoman ishimikan? Yo'q. Yonida arzimagan pul bo'lgan. Qotil pulga umuman qaramagan. Hech qanday iz ham qoldirmagan. Demak bu yerda boshqa gap bor. Alo, eshitaman o'rta boshliq. Menga qara. Senga tez orada yangi topshiriq bo'ladi. Tayyor tur. Tushunarli o'rta boshliq. Mayli. Singlim, ahvolingizni tushunib turibman. Lekin meni ham to'g'ri tushuning. Xizmatchilik. Hozir sizni so'roq qilmasam bo'lmaydi. Mayli, bemalol. Aytingchi, eringiz Umid Isayevni dushmanlari bormidi? Yo'q. Qanaqa dushman? Biz oddiy hayot kechirar edik. Tirikchiligimizni ham bazo'r o'tkazar edik. Umid akam oldin qurilishda ishlagan. Quruvchilar bilan har xil joylarga borib ishlashardi. Yaqindan beri kuryer bo'lib, bir firmaga ishga kirib, ko'p pul topyapti deganimda, endi yelkamga shamol tegdi deganimda, Menga qarang. O'sha ishni qayerdan topgandi? Instagramda do'st Aziz aka tavsiya bergandi. O'sha kuni do'st Aziz aka biznikiga kelgandi. Men ularni gaplashayotganini bexosdan eshitib qoldim. Xush kelibsan Aziz. Rahmat. Yaxshimisan o'zing? Rahmat. Charchamayapsan ishlar bilan? Yaxshi. Mana qara. Nima bu? Instagramdan yaxshi ish topdim. Oyligi ham zo'r ekan. Yana u qurilishda itdek bir hafta ishlab topadigan pulimiz bor-ku. Bu yerda bir kunda topsak bo'lar ekan. Shunaqa deysan-u, lekin tekin pishloq qopqonda bo'ladi Aziz. Oldin nima tashiymiz? Shuni bilishimiz kerak. Men surishtirdim. Xullas, qariya nogironlarga medtexnika, dori-darmon, shunaqa narsalar ekan. Kriminal yo'q, qaroch. Balkim
Bo'ladimi? Meni ko'nglim chopmayapti oshna. Ke qo'y, boshqa ish qidiraylik. Erkakmisan o'zi? Yo'q. Sen ham uyini, bola chaqangni o'ylaysanmi? Hamma bir xonagina uyingni to'g'rilab chiqqan bo'lsang. Chiqqaningdan bir tuzukroq remont ham qildingmi? Yo'q, qildingmi? Yo'q. Yana bu qurilishda ishlab topayotgan pulimizga uy-joy qilaman deb o'ylayapsan. Ha? U yerda topgan pulimiz ro'zg'orga yetmayapti. Ertaga farzandli bo'lamiz. Bolalarimiz katta bo'ladi. Ularga uy-joy qilish kerak. Nima qilamiz o'shanda? Hozir bizni davrimiz. Yoshligimizda ishlab olishimiz kerak. To'g'risi-chi, odam ozgina tavakkalchi ham bo'lish kerak ekan. Xullas, seni bilmadim. Men ertadan o'sha yerga ishga chiqaman. To'g'ri aytasan. O'zi shularni o'ylab boshim qotib yuruvdi. Unday bo'lsa, ertaga uyingga o'taman. Birga ishga chiqamiz. Vo? Bu erkakcha gap bo'ldi. Bo'lmasa, ertaga ko'rishamiz. Men ham qaytdim. Ha, mayli. Qani. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Ertalab kech qolmagin lekin. Ha, bo'ldi. Ertasi kuniyoq mo'may pul bilan keldi. Bir kunlik daromadim deb qo'limga bergan edi. Xo'sh. Shu kundan keyin do'sti qaytib kelmadimi? Yo'q, qaytib kelmadi. Kecha Fotihada ko'rdim xolos. Men qarang. Eringiz o'zi nima tashirdi? Sizga aytmadimi yoki bir o'zingiz qiziqib ham so'rab ko'rmadingizmi? Men erimga ishonar edim. Erim halol inson edi. Shuning uchun ham men uning ishlariga aralashmas edim. O'sha Azizni telefon raqamini yoki uy manzilini bilasizmi? Raqami yo'q. Lekin uy manzilini bilaman. Gulxan ko'chasi 7-uy. Gulxan ko'chasi 7-uy. Mayli. Agar biror yangilik bo'lsa, o'zim sizga xabar beraman. Xo'p. Alloh sizga sabr bersin. Aziz Boqiyev, Umid Isayev bilan yaqin do'stmidinglar? Ha, shunaqa. Biz u bilan texnikumda birga o'qiganmiz. Yaqin do'st edik. Ha. Demak, kuryerlikka ishga kirish fikri sizdan chiqqanmidi? Shunaqa. U o'zi kunlik ishda tirikchilik qilib yurardi. Keyin men Instagramdan kuryer kerak degan e'lonni ko'rdim. Gaplashdim. 1-2 kun u bilan birga ishga chiqdik. Keyin meni ertasiga ishxonamdan eski ishga chaqirib qolishdi. Men o'zim ishimga ketdim. Shundan keyin Umid o'zi shu kuryerlikda qolib ketdi. Tushunarli. Siz menga o'sha firmani rahbarini yoki biror kontaktini bera olasizmi? Yo'q, biz ular bilan Telegramda gaplashardik. Aytilgan tovarni joydan olib, ko'rsatilgan joyga olib borib qo'yardik xolos. Demak, sizlar qanday tovar olib borayotganingizni bilmagansizlar, shunaqami? Yo'q. Bizga to'g'risi qariyalar uchun med texnika yoki dori-darmon bo'ladi deb aytishgan. Sumkada kelardi, skotchlangan bo'lardi. Biz ko'rmaganmiz. Xizmat haqingizni qanday olardingiz? O'zi bu ishga men 1 yo 2 marta chiqdim. Xizmat haqimni plastik raqamni aytdim, o'shanga tushirib berdi. O'sha Instagramda nickni menga ko'rsata olasizmi? Hozir. Mana. Bo'ldi. Mayli. Bugunga yetadi. Agar yana savollar bo'lib qolsa, sizni idoraga chaqirtiramiz. Xo'p. Mayli. Salomat bo'ling.
boshliq. Kuryerning qotilligi ishida narkodillerlarning qo'li borga o'xshaydi. Endigi vazifamiz qotil bilan birgalikda o'sha narkodillerlarni ham qo'lga olish. Senga yangi topshiriq bor. Menda ularning Instagram niki bor. Seni vazifang ularning orasiga kuryer bo'lib kirish. Lekin nima qilsang ham hammasidan meni xabardor qilasan. Agar ular ozgina sezib qolishsa, himoya pozitsiyasiga o'tadi. Ularni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli o'rta boshliq. Senga Telegram orqali ularning nikini jo'nataman. Mayli. Xo'p bo'ladi, bajaramiz. Kelavering. Keling mehmon. Xizmat. Assalomu alaykum, brat. Ya, Yaxshimisiz? qalaysiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Aka, men Instagram orqali kuryerlikka ishga so'rovnoma jo'natdim. Sizga uchrashishimni aytishdi. Ishga kirishim uchun tasdiqlab berishingiz kerak ekan. Bo'ldi. Demak, ismingiz Ilhom. Ilhom. Oilangiz yo'q. Yo'q. Qayerda ishlaysiz? Men ko'chada shu mayda-chuda ishlar. Yaqinda qamoqdan chiqdim. 2 yil o'tirdim. Ko'chada shu ko'proq janjallashib turaman. Sho'xmanding? Yaxshi. Xo'p. Yaxshi. Nima dastavka qilishingizni tushuntirib o'taymi? Aka, menga qizig'i yo'q. Sopqasini bersangiz, hamma narsani tashlayman. Ha, bu boshqa gap. Bo'lmasa, men bugun sizni tasdiqlab qo'yaman. Ertada bemalol ishga chiqishingiz mumkin. Rahmat, brat. Sog' bo'ling. Yaxshi ishlang. Bo'l. Eshitaman. Shep, aytgan odamingiz keldi. Yaxshi bola ekan. Qara, yana sen tavsiya qilgan do'stingdek bo'lmasin. Bizga ortiqcha dahmazani keragi yo'q. Tushundingmi? Xo'p. O'rta boshliq. Gumonimiz tasdiqlandi. Tovar biz o'ylagan narsa ekan. Ha. Hozir sizga Telegramdan rasmlarini yuboraman. Ha, aytgancha. Azizni ham qo'lga olsak bo'ladi. Tushunarli. Qotillik ham demak bularning ishi. Aziz kichkina baliq. Bizga esa katta nahang kerak. Endigi topshiriq dillerni qo'lga olish. Bu ishlarni tepasida kim turibdi? Shuni aniqlashga harakat qil. Tushunarli o'rta boshliq. Toza havo. Mazza. Eshitaman. Yangi kelgan kuryer kalamush ekan. Rostdanmi? Men bir nimani bilmasam gapirmayman. Tezda Nabi va yigitlarini ishga sol. Kalamushni yanchib tashlasin. Xo'p, tushundim. Isi chiqmasin, boshing bilan javob berasan. Hammasi tabiiy, xuddi tunagandek bo'lsin. Bo'ldi, aytganingizdek qilaman. O'zi ko'nglim sezgandi buni qarashini to'g'ri deb.
Qanisan Nabi? Ol, Nabi, ol. Nabi, senga ish bor. Hozir rasmini tashlayman. Faqat toza bo'lsin. Tushunarli. Aytganingizdek bo'ladi. Hop, hos. Ilhom. Ketdi mana. Eshitaman. O'rtoq boshliq, meni payqab qolishdi. Nima? Ha, menga qurol bilan hujum qilishdi. Nima? O'zingga hech narsa qilmadimi? Yaralanmadingmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Men qara. Men seni ko'ryapman. Tezkor guruh ham yo'lga chiqqan. Hozir yoningga chiqaman. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Yaxshimisan bolam? Yaxshi, rahmat. Xudo yo'liga ehson qil. Ey otaxon, hozir bu yerdan keting. Hozir bekordan o'lib ketasiz. Bolam. Kim qachon o'ladi? Faqat Allohga ayon. Shoshma! Yaxshimisan? O'zingdan ketma. Faqat o'zingni yo'qotma. Halo. Tezkor guruh. Tezroq yetib kelinglar. Hozir yaralangan. Tez yordamga xabar beringlar. Qo'lini ko'tar. Pichoqni tashla. Qo'lini ko'tar. Qani yur. Qani yur. Qimirlama. Qo'lingdagini yerga tasha. Qo'lingni orqaga qil.
Ostikjon! Sitjon! Aziz Moqiyev, siz narkotik savdosiga aralashganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Meni aybim yo'q. Har qanday so'z o'zingga qarshi bo'lishi mumkin. Qo'yg'or. Qani yur. Meni aybdor emasman. Yur. Parikni yech. Bu soching bilan soqoling bo'lmasa tuzga odam ekansan. Qodirov Foza. Bo'yningizda narkodillerlik hamda odam o'ldirishga urinish jinoyati bor. Xo'sh, aytingchi, Umidni ham siz o'ldirdingizmi? Aziz uni juda ham sodda. Hech narsani bilmaydi degandi. Bir kun tovarni olayotganda qo'lidagini tushirib yubordi. Keyin o'sha qo'lidagi sumkadagi narsalarni ko'rib qoldi. Azizga telefon qilib, ichki ishlarga xabar beraman dedi. Men tovar tarqatiladigan joyda tilanchi kiyimida tilanchilik qilib yuraman. Bu gaplarni eshitib qoldim. Keyin uni xoliroq joyga borganda pichoqladi. Tushunarli. Sizga bu psixotrop moddalarni yetkazib berayotgan homiylaringiz kim? Bizni homiylar chet davlatda. Ularning ildizi juda ham baquvvat. Sizni kuchingiz yetmaydi, komandir. Menga qaranglar ras. Senga o'xshagan manqurtlar qanchadan qancha yoshlarni hayotiga zomin bo'lyapti. Hayotini zaharlayapti. Sen iflos. Bu yurtning kelajagini arzimagan pulga sotyapsan. Bu yurt hammamizniki. Men farzandlarimni senga o'xshaganlarga qaram bo'lishini xohlamayman. Tanamda kuchim bor ekan, kuchim boricha senlarga qarshi kurashaman. Navbatchi, olib keting.